Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 12 ayının 14 günü seyşembe. Həmmanglarning şu vaqtda xeyirlik bolsun. Aziz görürmənlər, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Avropa İttifaqının Xitayda turuşluq vəkili 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning ahvolidan qattiq andisha qilayotganligini ta'kidlash bilan birga, Xitoy hokimiyatidan xalqaroning Sharq Turkistonda to'liq va mustaqil tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishini talab qilgan. Bayonot yana tunji qitim etnik, til va diniy osonliklar va boshqa kishilarning ichki a'zolarini ko'chirishdek jinoiy, g'ayri-insoniy va g'ayri-axloqiy qilmishni to'xtatishi kerakligi ta'kidlangan. Bayonotda mundaq deyilgan: Avropa İttifaqı Şinjan Uyghur Avtonom rayonidagi kishilik huquq vaziyatidan, bo'libmi keng ko'lamlik tutqun qilish, nazorat qilish, diniy e'tiqod erkinligini sistemalik cheklash, shundaqla Uyg'urlar va boshqa oz-sonliq millat kishilarga qaratilgan majburiy emgak, majburiy tug'ut kontroli, jinsiy zo'ravonliklarga oid dalillash asosidagi dokladlardan davomli qattiq andisha qilmoqda. Bayonotda Avropa İttifaqının Xitoyning xalqaro qonunlardagi majburiyatini ado qilib, Sharq Turkiston, Tibet va Ichki Mong'oldagi etnik va diniy oz-sonliq millatlarning huquqiga hurmat qilishga va qo'g'dashga chaqirdiganligi qayd qilingan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining vaziyatni mustaqil, obyektiv, tarafsiz va ochiq oshkora baholashni o'z ichiga olgan vositalar orqali Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatini hal qilishga ilhomlantiradiganligi ta'kidlangan. Bayonotda yana Avropa İttifaqının Xitoyning mustaqil xalqaroliq mutaxassislar, chet ellik jurnalistlar va diplomatlarning Sharq Turkiston, Tibet va Xitoyning boshqa joylarida haqiqiy, cheklamasiz va nazoratsiz ziyorat qilishiga yo'l qo'yishi lozimligi bayon qilingan. 11 va 12 dekabr kunlari Angliyaning Liverpool shahrida o'tkazilgan G7, ya'ni sanoatlashgan 7 davlat tashqi ishlar ministrlarining yig'ini Xitoyni ogohlantirib, Xitoy hokimiyatining zo'rlash xarakterlik iqtisodiy siyosatidan, Sharq Turkiston va Hong Kongdagi harakatlardan andisha qilayotganligini bildirgan. Angliya tashqi ishlar ministri Liz Trussning bildirishicha 2 kunlik yig'inda Hong Kong va Uyg'urlar masalasini o'z ichiga olgan bir qator masalalar va xirslar muzokara qilingan. Liz Truss ministrlarning yana Beijingning Sharq Turkiston va Janubiy dengizdagi harakatlarini muzokara qilganligi, Tayvan bo'g'izida tinchlik va muqimlikni qo'g'dashning muhimligini ta'kidlaganligini aytgan. Muhofizachi gazetining xabar qilishicha, Liz Truss yig'inning oldida muxbirlarga Uyg'urlar to'g'riliq so'z qilib, irqiy qirg'inchilik masalasi sotning ishi bo'lsa-mu, biroq men Uyg'urlarga qaratilgan qo'rqinchli kishilik huquq tafsandichiligidan intoyin andisha qilaman. Men buni Xitoy bosh elchisiga aytdim degan. Yig'inda taraflar yana texnologiyani to'g'ri ishlarga ishlatish, Xitoyning soxta uchurga qarshi birlashib harakat qilish, uning qarz qiltig'iga tushib qolgan davlatlarga yordam qilish masalalarini muzokara qilgan. Chet ellik kuzatuvchilar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bayonotchisining Uyg'ur sud kollegiyasining 9 dekabr e'lon qilgan hukmini muayyanlashtirishining va buning Angliyaning Liverpool shahrida o'tkazilgan G7, ya'ni sanoatlashgan 7 davlat tashqi ishlar ministrlarining yig'inida tilga ilinishining mohiyatda Uyg'ur sud kollegiyasining hukmining xalqaro jamoatchilik tarafidan e'tirof qilinishining ro'shan ifodasi deb qaramoqda. Dunya Uyg'ur Qurultiyining arzi bilan 2020-yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 9 dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotdi deb hukm chiqarishi xalqaroda intayin zo'r inkas qo'zg'agan edi. 10 dekabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonot e'lon qilib, Uyg'ur sud kollegiyasi to'plagan Uyg'ur vaziyati haqidagi uchurlarning kishini to'limi tashvishga soladiganligini bildirgan va o'zlarining bu vaqtda bir doklad tayyorlayotganligini, dokladning pat yaqinda e'lon qilinadiganligini aytgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining bayonotchisi Robert Kollevich janvada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq degan: Uyg'ur sudi Şinjandagi Uyg'ur va boshqa musulmon oz-sonliq millatlarning vaziyatiga munosabatlik kishini to'limi tashvishga soladigan texmi ko'p uchurlarni oshkorladi. U yana o'zlarining mushuninga o'xshab ketadigan ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lganligini aytgan va mundaq degan: Biz albatta har xil o'rinlarda o'xshash shakldagi xohlagancha tutib turish va nachar muomalaga uchrash andizalari, majburlash xarakterlik emgak qilmishlari hamda ijtimoiy va madaniyat huquqlarining vayron qilinganligini aniqladik. Uning aytishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladini kelgusi bir necha hafta ichida e'lon qiladi ekan.
Chet ellik kuzatuvchilar va analizchilar Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan e'lon qilingan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat hukmining 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ma'qullagan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasiga qo'l qo'ygan davlatlarni o'z majburiyatlarini ado qilishga majburlaydigan, Xitoyning jinoiy javobgarligini surishtiradigan kuchli bir qurol ekanligini bayon qilishmoqda. 9 dekabr sotning hukmnomasi e'lon qilingan Hamalli sud zalidan stansimizning bevosita ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim Uyg'ur sud kollegiyasining hukmini qizg'in qarshi oladiganligini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dunya Uyg'ur Qurultiyining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi xotiri kuni deb bekitganligini jakarlagan edi. Amerika Savdo Ministerligi o'tgan hafta Uyg'urlarni bostirishda o'ynagan roli sababli Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy komitetiga qarashliq atalmish Şinjan xizmatini moslashtirish rahbarlik ishxonasining muavin direktori Shu Lianshi bilan atalmish Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi va jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Chin Minggo'ga embargo yurgizgan. Kuzatuvchilarning aytishicha bu ikki shaxsni bo'libmi Shu Lianshini jazolashning simvollik ahamiyati zo'r ekan. Kuzatuvchilar Shu Lianshining Uyg'urlar sababli embargo yurgizilgan tunji Xitoy markaziy hukumat amaldori ekanligini bildirmoqda. Amerika Savdo Ministerligi o'tgan hafta atalmish Uyg'ur avtonom rayonining muvaqqat raisi Erkin Tunyaz bilan sobiq raisi Shuhrat Zokirga embargo yurgizgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Shangtang texnologiya shirkatini mujozalagan edi. Ma'lum bo'lishicha, Shu Lianshi Xitoyning burunqi milliy siyosatini o'zgartirishni va Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishni nishon qilgan ikkinchi avlod osonliq millatlar siyosatining shakllanishida halqaliq rol o'ynagan ekan. Kuzatuvchilarning bildirishicha, u ilgari Tsinghua universiteti Xitoy davlat ahvoli tadqiqot markazining tadqiqotchisi bo'lib, bu tadqiqot markazidagi Xoshingdu, Beijing universitetining professori Marun qatorliqlar bilan birlikda Uyg'urlarni yo'qotishning loyihasini tuzgan. Ularning plani Xi Jinping davrida Xitoyning rasmiy siyosatiga aylanib 2017-yildan boshlab ijro qilinishga boshlagan. Ilgari Xitoy Markaziy Birliksab bo'limining Xinjiang ishlariga mas'ul 9-idorasining muavin direktori, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining Xinjiang xizmatini moslashtirish rahbarlik ishxonasining muavin direktori qatorliq vazifalarni o'tagan Shu Lianshi 2018-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotida so'z qilib, Sharq Turkistonda jazo lagerlarining mavjudligini inkor qilgan edi. Hürmetli görürmenler, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyesi kündəlik xəvərlər proqrammisini diqqətinizə sunduk. Keyin qitimliq proqramimiz görüşəyli. Görüşkəcə aman bolğaysızlar. Xeyri xoş.